Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizni, vaziyetimizni, leksiye kılıp sözleyimiz, leksiyelerimizi başlaymayız vatandaşım. Bugünkü İslam 2026 yıl 6. ayının 22. günü vatandaş. Hafta Düşenbe. Birinci mavzumunda kılıda Amerika bilen İran Şveysariye'de yukarı derecelikle teknika sohbeti ötküzdü. Toxtab duranlar. Yukarı derecelikle teknika sohbeti ötküzdü. Mavzulu haber 6. ayının 21. günü Amerika Avazı'nın Xitay Dil programı ilan kıldı. Haber mındaq başlandı. Amerika ve İran yakşembe günü 6. ayının 21. günü yani Şveysariye'nin Loysun şehrinde yukarı derecelikle tekniklik sohbeti ötküzdü. Bunun burun iki taraf ötken hafta tinchlik kelişimi hasıl kılıp, O'rta Şark'ta 110 gün davamlaşkan toqunuşunu ahırlaştırmakçı bolğan idi. Pakistan, Katarlık yaraşdırğıç devletler vekilleri hem Loysun köli yukarı derecelikle sohbetiga qatnaşdı. Amerika Qo'shma Shtatlar muavin prezidenti Vance boshchiligidagi suhbat vakillar umiga Loyson suhbatiga qatnashdi. İranning suhbat vakillari İran parlament boshlig'i Muhammad Beg'ir G'olibov yetakchiligidagi vakillar umiga suhbatga qatnashdi. Amerika Qo'shma Shtatlar muavin prezidenti Vance Loysonda muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir necha soat ichida zo'r g'alabalarga erishdik. Bu qatimqi suhbat Amerika-İran rahbarlar qatlami Islamabadda o'tkazgan bir qatimliq suhbatdan keyin o'tkazilgan yana bir qatimliq yuqori darajaliklar suhbati bo'lib hisoblanadi. Muavin prezident Vance Pakistanning vaziri Shahbaz Sharif ve Katarning vaziri El-Tani bilan bir sahnada turib mundaq dedi. Bizni mushu daqiqalarga elib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining rahbarlik kuchi hamda prezidentning 10 yildan keyingi O'rta Sharqning 10 yil burungi O'rta Sharqqa o'xshamasligini ko'rishini xohlaganligidir. Yani prezidentning O'rta Sharqning 10 yil burungi O'rta Sharqqa o'xshamasligini ko'rishni xohlaganligidir. Muavin prezident seni mundaq ko'rsatdi. Biz bu yerda tirishchilik ko'rsatib ishga oshirgan nishon bak oddiy. Diplomatik yo'llar orqali o'rtaq tirishchilik ko'rsatib, O'rta Sharqning vaziyatini o'zgartirdi. İran ve deniz qo'ltig'idagi davlatlar uzundan beri urush holida turib keldi. Yoki hech bo'lmaganda munosabatlarimiz yaxshi bo'lmay kelgan edi. İran izchil holda bu rayon muqimsizligining yiltizi bo'lib keldi. Endilikda biz bir kelgusini ko'rib o'tamiz. Her qaysi taraflar qo'l tutishib hamkorlashib, tinchlik ve gullanishni ilgari surishimiz kerak. O'tgan payshanba imzolagan kelishim İranning Hormuz bo'g'izini yechib o'tishiga turtki bo'ldi. Amerika İranning dengiz portlarini qamal qilishni bekor qildi. Hamda İranning yadro qurollari xiyolida bo'lmasligini talab qildi.
Muavin prezident Vance kelishim hosil qilgandan keyingi bir necha kun ichida paydo bo'lgan ta'sirlar ustiga to'xtalib bunday ko'rsatdi. Yakshanba 6-oyning 21-kuni bunday ko'rsatdi. Amerikada gaz bahosining tushganligini ko'rdik. Nefret ve tabii gazdan erken eqimini ko'rdik. Hem de teşhisi yetib kelganligimizni ko'rdik. Hozir biz mushu asoslar bo'yicha tirishchilik ko'rsatib, texmi go'zal va texmi uzoq davomlashadigan kelgusini qurib chiqishimiz lozim. Yani bir xabar vatandaş, ciddi tez xabar. Kelişim müjdesi imzalandı. Mavzulu xabar 6-oyning 21-kuni Vanvit orbiti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bir necha oy davomlashgan Amerika-Iran to'qinishi yangi diplomatik bo'sish hosil qildi. İran Tashqi ishlar ministrligi 22-kuni mundaq dalilladi. İran bilan Amerika 18 saat yuqori darajaliklar suhbati o'tkazgandan keyin bir parcha kelishim mujtahida bir dakika hosil qildi. Aloqador hujjat yarashtirishni o'ddiga olgan Qatar va Pokiston tarafidan tashqari dunyoga e'lon qilindi. İran matbuotlarining oshkorlashiga asoslanganda İran Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi İsmail Bag'ach bunday ko'rsatdi. Bu qatam suhbat eng oxir tinchlik kelishimi imzolashni davr qilib qanot yaydirildi. Her qaysi taraflar qo'shildi. Kelgusida texnikalik xizmat qilish guruhi navbatda Amerika-Iran tushunish hosil qilish eslatmasi berib chetiladigan konkret masalalarni davomli bir taraf qildi. Bunda ko'rsatdi, hozirgi bosqichda suhbat vakillarining xizmati oxirlashdi. Kelar qatim o'tkaziladigan rasmiy suhbatga yo'l tuzildi. İran Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Bag'ach mundaq oshkorladi. İki taraf, yani İranning neft eksport qilishini muhokama qilishdi. Neft sotishga ruxsat kenishkisi berib, chet elda to'g'natilgan kapitalni eritish qatorliq masalalarni muhokama qildi. Suhbat yaxshi natijali taraqqiy qildi. O'xshash bir vaqtda Fransiya agentlik 22-kuni Shveysariyaning Borgenstock shahridan xabar qilganiga asoslanganda bu qatimqi suhbatda yarashtiruvchilik rolini o'tagan Qatar bilan Pokiston birlashma bayonot e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Amerika-Iran ikki taraf musofa yo'li bo'yicha birdaklik e'lon qildi. 60 kun ichida eng oxirgi tinchlik kelishimi suhbatini oxirlashtirish, texnika taraflik maslahatlashishni davomli qo'zg'atishni nishon qildi. Reuters birlashma bayonotida naql edib bunday ko'rsatdi. Bu kelishim ikki tarafning davomli suhbatlashishiga, fonksiya yaratib berdi. Hem shundaqla bu kelishim Amerika-Iran yadro masalasi, embargoni bekor qilish masalasi, bexatarlikni o'rlashtirish, masalan, Iranning bexatarligini o'rlashtirish, hamda Isroilning vaziyati qatorliq masalalar bo'yicha bu masalalarni davr qilib, suhbatni cho'nqur qanot yaydirganligini derak berdi. Xabar mundaq ko'rsatildi. Eng oxirgi kelishim imzolag'icha ikki taraf o'rtasida yana nurg'un ixtiloflar bor. Lekin bu qatim
Musofa xaritasi birdaklikka kelganligi. Bu qatim to'qinish portlagandan keyin to'qinishni hal qilish bo'yicha eng muhim diplomatik natijalarning biri deb qaraldi. Endi qisqa xabarlarni anglab qo'ying vatandosh. Ekranda 2 oy ichida Jungo Kompartiya salak bo'ldi. Kelgisi yüz berdi. To'g'ri beti 6 ayning 21-kuni yutib. Yana bir xabar, g'albalik a'zo bo'lib kirdi. CPTPP Asiya İqtisadi Hamkorlik Jamiyati deydigan tashkilot qo'ymayman. Tayvan mo'shiningga a'zo bo'lib kirdi. Tayvan uzul kesil mustaqil bo'lishning shartini hozirladi. Taglik tuyuqsiz oshkor bo'ldi. Prezident Donald Trump qo'ltis ish qildi. Xi Jinpingni ro'yijat gumron qildi. Savdo moliyasi 6-ayning 22-kuni yutdi. Yana bir xabar, Mongoliya Rossiyaga yuzlandi. Jungo Mongoliya munosabati yomonlashdi. Jungo ishchilarining ahvoli qanday bo'ladi? Davlatga qanday qaytadi? Men Tulbo to'rbeti 6-ayning 22-kuni yutdi. Arlıqda Tashqi Mongoliya to'g'risi vatandoshlarga xabar berganingiz yo'qmi shunda? Onun da deyilgeni Yaponiya hozir Mongoliyaga kirib, Mongoliyaning ichki davlat o'tirishni qistab qo'ydi. Demakchi bo'lgani Mongoliyaning Yaponiya bilan bo'lgan munosabati qo'yiqlashdi. Shuning keyinli Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi kuchib berib, Mongoliyaga berib qaytib keldi, diplomatik so'zlashishlar yo'q, paranglashlar degandek. Endi keyinli qaytib kelgandagi Zhang Zhaojun degandan xabar nima deyildi? Tashqi Mongoliya yana qaytib keldi. Jungo taraf qaytib keldi. Yaponiyaning bu quruqlikdagi faoliyatlari mag'lub bo'ldi degan edi. Endi bugun xabar qaytib kelyapti. Buningda hozir Tashqi Mongoliya Rossiya tarafga og'di. Jungo bilan Tashqi Mongoliyaning munosabati yomonlashdi. Biz bunu Rossiya tarafga og'di demaymiz. Yana Yaponiya tarafga og'di deymiz. Yana Mongoliya, Tashqi Mongoliya, Yaponiya munosabati saqlab qolindi. Jungo bu o'ttirdan ko'tarilib ketdi deb tahlil qilamiz vatandosh. Ekranda Jungo Kompartiyasiga qarshi turish. Amerika qudratli raketani muqimlashtirdi. Tayvan davlat armiyasi jiddiy urushga tayyorlik qilishga boshladi. Tayvan bo'g'izli urush to'g'ri shakllandi. Amerika Yaponiya raketalari oldingi saf kirdi. Umid sadasi 3 soat ilgari 6-ayning 22-kuni yutdi. Jungo yana bir xabar qo'sh tarafdan hujum qilib keldi. Amerikaning 46 yurishlik shirkatni bo'g'ib tashildi. Ya'ni embargo qildi. Ta'minlash liniyasi bozorini bo'g'ib tashladi. Yangi Zelandiya Xitoy til kanali 6-ayning 22-kuni yutdi. Hozir Amerikaning shirkati Jungodan qaytib kelmay, yana tijorat qilayotgan shirkatlar bo'lishi kerak. Amerikaning Jungodagi buningda qancha shirkat deydi? 46 yurishlik shirkatni Jungo embargo qildi, ya'ni iqtisodiyotda bo'g'ib tashladi. Bu bir nokta. İkincisi, Jungo hozir shu shirkatlardan ishlab chiqarilgan mahsulotlar tayyorlagan, bitirgan ta'minlash liniyasini bo'g'ib tashladi. Demak, ikki tarafdan Amerika shirkatlariga, Amerika iqtisodiga ziyon solmoqchi bo'ldi va shunda qildi Jungo deydi vatandosh bu xabarda. Endi Jungoning hozir bu qilayotgan nima deyotgan bir qatim bo'lar, sakratda. Bir kuni onu deb baqadi, bir kun buni deb baqadi, sakratda. Hokimiyat yoki imperiya, Xitoy mustamlikchilar imperiyasi gumron bo'lishning sakratini. Bu sakratini boshida ko'chiryapti davlatlar. Mushu vaqt yetgan o har qanday xiyol kelgandan hammasini qildi. Shu kuni yo'qolish oldi turgan vaqtda albatta o o'zining moyiti bo'yicha vahshiylikini yo'lga soladi, oxiri mag'lub bo'ladi vatandosh.
Ekranda yana bir xabar. Prezident Donald Trump Xi Jinping'in nima qila olayligi yoki nima qila olmaydiganligini allaqachon ko'rib ketdi. Azadlık armiya urush qilsa, g'alaba qila olmaydi. Beijingda pul qolmadi. Torbeti Shiban Minfo 6 ayning 22 kuni YouTube. Ekran yana bir xabar. Yadro urushi qistab keldi. Jungnanxayning ichida mojaro. Asli mavzu. İran yuqori darajalik maxfiyatlikni oshkorildi. Xi Jinping haqoratga uchirdi. Sen hech nimani bilmaysan, dedi İran. İran Cumhurbaşkanı Xi Jinping ishlab deb tavatlandi. Sen hech nimani bilmaysan. Kayni bir cümle qo'shib qo'ymoqda. Sen hech nimani bilmaysan qapoq deganni qo'shib qo'ysa yaxshi bo'ladi. İran bir xabarni pash qilib Xi Jinping shunday debdi. Sen hech nima bilmaysan, dedi. NATO'nun yadro qurolları Bosog'onga yetib keldi. Ümit Sadasi TV 6 ayning 21 kuni YouTube. Ekranda Prezident Vladimir Putin'in severligi. Rusya çünkü umumi yüzde gumran buluşqa duch keldi. Olamshumul burulush. Ukrayna armiyasi Krimiyani azad qildi. Savdo maliyasi 6 ayning 22 kuni. Demek qancha qatim yeni bilish, qancha qatim ustalga kelish, qancha qatim va'da berish va yana qo'shqonga o'ltirib bilish İran axir ishlarni qilib bo'lib kelishimi keldi, kelishim imzolandi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Vance, muavin prezident Vance vakilligidagi suhbat uyumiga janvaga berib, İranning parlament boshlig'i tashkillagan shu kishi rahbarligidagi suhbat vakillari bilan o'tirib kelishim hosil qildi. Hozir muhlat 2 oy. 2 oy 60 kun. Buning sababi yani şu arlıqcan sözleşilen sözler var. Bırak bu qatımqı 60 gündən keyinki imzalanılan kelişim uzun kesel. Tinchlik kelişimi. Amerika, İran o'rtasida tinchlik kelişimi. Şuna qilib, vatandaş şu kelişim imzalanğıcha 60 gün deydi. 60 günni mi kutib turayli Allah ömrümüzde bilse. Hazır gapning yiltizi nerede vatandaş? İran meselesi hazır dedi. Muavin prezident Vance efendi shundoq dedi. O'rta Sharqdagi muqimsizlikning yiltizi İran'da dedi. Demek bugün İran elib taşlanıdı. Hükümet ne özgertmesi gerek hesapta qaraganda. İran elib taşlanıdı degan gap uning tahdidi. O'rta Sharqqa kelayotgan tahdidi elib taşlanıdı vatandaş. Endi uning keyingi aytadigan emas. 2 oy ichida, 3 oy ichida deyli. Men naq meydandagi bo'layotgan ishlarning nima ekanligini bilmasam, vatandoshim, abstrakt tasavvur orqali qaraymizki, u 2 oydan beri Xitoyning O'rta Sharqdagi ta'sirini, Xitoyning O'rta Sharqdagi iqtisodiy asoslarini bir yo'l bir bilmoq degandek, iqtisodiy asoslarini, Xitoyning O'rta Sharq davlatlari bilan bodikeldi munosabatlarini, Xitoyning O'rta Sharq davlatlari bilan elib berayotgan neft savdosini bugungi kelishimda oxiri dedim, shuni ko'rsatdikmi, ko'rsatmadikmi yoki boshqa maqoldimi? Hatta nima dedi, o'sha qatim kelishim imzolaganda İranning neft eksport qilishiga yo'l qo'yish. Tushundingizmi? İranning neft eksport qilishiga yo'l qo'yish. Gaz va tabiiy boyliqlarni setishiga yo'l qo'yish degan gap kontrolluk Amerika'nın qo'lida degan gap. Bundan 2-3 yil burun Jungo İran bilan 400 milyar dollarlik ham neft savdosi kelishim imzolagandi. Hozir buning taqdiri nima bo'ldi? Bu to'g'rida hech qanday gap yo'q. Lekin İranning ahvoli shu kuniga kelganda, shu kuniga tushib qolganda Jungoning taqdiri o'zgacha bo'lmaydi. 400 milyar so'mlik dollarlik savdo degan oddiy savdo emas vatandaş. Demak hozir
Amerika ruxsat qildi nefet savdosiga. Amerika ruxsat qildi gaz eksportiga. Demak, Ironga mushunda ruxsat qildi deganga mush shartlar asosida Iron hozir Hormuz bo'g'izini echib etdi. Mush shartlar asosida mush kelishim bo'yicha hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Iranning dengiz bo'ylari portlarini qamal qilishni qo'yib etdi. Demak, bu yerdagi g'albi nima vatandosh? 2025-yil ichida Jungo Panama kanalidan Panama o'tkazildi o'tdi. 3 bo'ldi. Tug'di. Jungoning qo'lida hech nima qolmadi. Hatto Panama bayonot e'lon qilib, hukumat bu yerda Jungoning hech nimasi yo'q. Agar yana parakendchilik qildigan bo'lsa, biz Jungoni avar qilamiz deydigan darajaga yetdi vatandosh. Shanghaylik savdoga, yoki Hong Konglik savdoga Li Jiaqing shu savdoni ustiga elib, shu savdoga aralashgan shaxs kapitalist edi. U oxir nima dedi? Desangiz, ziyon tortdimmi, foyda oldimmi bilmayman, lekin jenim saq qoldi. Shanghayning kapitali, Hong Kong kapitali Li Jiaqing Panama qonunini boshqargan odam shu. Setib berishni belgilagan odam shu, qatnashgan odam shu. Emniyatda buni Jungo foydalandi deganga. Shu odam oxiri shunday dedi. Foyda oldimmi, ziyon tortdimmi bilmayman, jenim saq qoldi. Tug'di. Panama ketdi. Endi sizlar ko'zinglar keyin shu ilanning ishi ajoyib chiroyli oxirlashdi. 20 soat, 24 soat ichida ajoyib chiroyli oxirlashdi. Endi hozir turgillarda Kubani eg'izi chiqardi, Kubaning ishim pishib qoldi. Mushu kuchlarning hammasi Xitoyning kuchlari, chet eldagi kuchlari, chet eldagi ta'sir doirasi, Xitoy bilan ba'zi keldi munosabatni quyuqlashtirgan roylardagi do'stlari. Bular tamom tugidi, oxiri kelib Iron tugidi. Iranning siyosiy hokimiyati hozir qanday qarshilik qilsin, qanday sakrasin, qat'iy nazar uning beli sunib ketdi vatanda. Beli sundi, Iron tugidi. Jungoning atrofidagi yoki Jungoning etigi ostidagi yoki etigiga yaqin turgan davlatlar ham tamom tugidi vatanda. 1,5 yil ichida. Tamam tugidi vatanda. Hozir o'zi Jungo nimaga duch keldi? Tamojin beji u qoldi. 2025-yilda qoldi. Endi bu yil tunugun sizlarga anglatganimiz pul muomala sistemasi Jungo pulini ayirib boshlash. Pulga chaqilgandan keyin endi bu nima bo'ladi vatandosh? Nervga chaqilgan bo'ldi. Umurtqisiga chaqilgan bo'ldi Jungo kompartiyasi. Javobgarlikni shu yerdan izlagan bo'ladi. U vaqtida pulga chaqilish, pullik javobgarlikni izlash shu darajaga yetganda hozirgi Jungo iqtisodiy mushtaraq lig'irlab tugaydigan Jungo iqtisodining taqdiri qanday qildi? Mana mushlarning hammasi selektiv tasavvur qilib, berikmi xabar hosil qilsangiz, Jungoning taqdiri, Jungoning obzorchilari aytayotgandek 2 oy yoki mush yilning oxirigacha yoki 26-yil ichida bir taraf bo'ldi, ya'ni Jungoning gumron bo'ladi degan so'zlarning endi oldingizga reallik oylanishini umid qilib o'ltiramiz vatandoshlar.